O'zingiz savol bering, siz hayotingizda главный aktyormisiz yoki oddiygina operator? Bu nima deganini tushuntiraman. Ya'ni insonlarni boshqarishda omma psixologiyasi, ya'ni hissiyotlardan foydalanishadi-da, hissiyotlardan. Hozir sizga juda ham katta hissiyotni, juda ham katta energiyani olib qo'yadigan narsa o'sha operatorlik qilish. Ya'ni Messini hayotini muhokama qilasizlar, Ronaldo deysizlar, boshqa deysizlar, bir kishini hayotiga oddiygina muxlis bo'lib operator bo'lasizlar. Главный aktyor u, siz operator. Amman istayman siz главный aktyor bo'ling. Bir kishini zo'r, boshqa Merz zo'r, BMW zo'r, boshqa degan narsaga uchmang. Pulingiz bo'lsa hammasi zo'r, hammasini oling. Sizni boshqarish uchun bu marketing hiylalar qilinadi. Sizni boshqarish uchun o'sha 200 million, 100 millionga o'sha Cristiano Ronaldo boshqasi sotib olinadi. Nima? Chunki 10 million, 20 million oylik olsa siz uni kuzatmaysiz. Bu hammasi tizilgan, xuddi Rimda qanday bo'lgan, hozir bizda ham xuddi shunday. Hozir nomlari o'zgargan kasblarida, o'sha Kolizeyda gladiator bo'lsa, hozir UFCda jangchi bo'lyapti. O'sha u yerda ham futbolchilar bo'lgan, hozir ham rivojlantirilgan. Nima uchun? Insoniyatni boshqarish maqsadida qilinyapti. Ya'ni insoniyatni ular bir fokusini bir joydan olib ikkinchi joyga yo'naltirishadi. Shu uchun marketing, dunyo o'shani atrofida qurilib, boshqa o'shanaqa narsalar ixtiro qilinadi. Ya'ni sizni oddiygina hayotingizni xuddan sirib olish, ichingizdan olish uchun, ya'ni sizdan energiya sifatida foydalanishadi. Siz o'zingizga o'zingiz e'tibor bermasangiz, oddiygina operator bo'lib yashab o'lib ketasiz. Sizni kelib ketganingizni hech kim bilmaydi. Drinking dope turned me to a superhero, yeah.